do'kondan chiqing. Mani o'g'limga qo'lingiz tekkizmang mani o'g'limga. Mani o'g'limga shunaqalarga arziydi. O'g'lim shunga arziydi. Shuning uchun yaxshilardan ko'rsating. Agar kalbabo 8 ta 9 ta bo'lsin narxi. Erkak kishi ustun bo'ladi. Oyi qarang bo'lmaydi. Mayli uyda molxonlarimni bo'lsa ham sotib olib beraman. Urushmanglar. O'zingizni fikringiz bo'lsin. Mana qarang, o'g'lim bizagina o'g'il. Yo, siz bu insonni qizini olasiz. Bu insonni qizini olasiz. Mayli uyda molxonlarimni bo'lsa ham sotib beraman. Siz chiqib lozim ishni olib bering bunga. Lozim ishni kiysa arziydi. Urushmang o'g'lim. Chunki sizni fikringiz yaxshi kasblarni ekan, mayli oling. Olib mayli. Maqsadingizmi Xudo? Nima kim kechaymi? Xudo hech kim yo'lamas sizni. Mayli urushmang, Xudolarim bilan urushmang. Qarang bo'lmaydi, ozgina erkak bo'ladi. Mujik bo'ladi ozgina inson. Kasbing boshida qolsa, yur bolam. Olmay chiqing. O'zing topgan qizing. Necha puldan, necha yuz dollar turadi bular? 100 dollardan tepa qarab keturadi. Xudo, bilib turib olib keldingizmi shu yerga? Endi hamma oladigan joy. Kuyovlar shu yerdan kiyinadi. Endi men 100 dollarlik uyalaman, to'yda bu narsani kiyib chiqqanim. 100 dollarlik. Topgan qizing, aytdim-ku senga, dugonamni qizi yaxshi uyda. Nechta atrofida qarayapsiz, okajon? Mo'ljalingiz nech pul? O'zi biz bu yerdan qaramoqchi emasdik, eng qimmat dema, qimmat yo'q-ku. Bizda eng qimmat 8 dollar. 8 dollar ko'rmayapman 8 dollar. Ko'rsatingchi bitta. Mana shunaqalardan gapiring. Shunaqalardan gapirsin.